Tanqid taraqqiyot mevasi. Tanqid bo'lmasa o'sish bo'lmaydi. Tanqid bo'lmasa xatolar ko'rinmaydi. Ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy xabarlarning ko'payishi bilan doimiy axborot oqimi inson psixikasiga informatsion stress keltirmoqda. Asossiz va noxolis tanqid xalq bilan davlat o'rtasidagi ishonchni yemiradi. Bu esa har qanday jamiyat uchun xavflidir. O'z imkoniyatlaringizga hech qachon chegaralar qo'ymang. Siz boshqalardan yaxshiroq bo'lishingiz shart emas. Faqat bir qadam tashlang. Sizning shu qadamingiz oilangizni, shahringizni va mamlakatingizni o'zgartirishi mumkin. Hech kim bizga chetdan kelib vatanimizni obod qilib bermaydi. Yangi O'zbekistonni barpo etish faqat va faqat o'z qo'limizdadir. Chaqiriq. Boshhomiy Yuksalish Group. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli vatandoshlar. Bu galgi ko'rsatuvimiz tanqid kayfiyatimizga ta'sir qilmasin deb nomlanadi. Albatta, biz tan olamiz. Tanqid taraqqiyot mevasi. Tanqid bo'lmasa o'sish bo'lmaydi. Tanqid bo'lmasa xatolar ko'rinmaydi. Ammo tanqid me'yorida asosli va xolis bo'lishi shart. Bugungi axborot maydoniga nazar tashlasak, ayrim hollarda tanqid orqali auditoriya yig'ish, shov-shuv ortidan manfaat ko'rish odat tusiga kirayotgandek. Inson tabiatan tanqidiy axborotlarga tezroq e'tibor qaratadi. Ammo tanqidiy ruhdagi xabarlar haddan ortib ketganda, go'yoki yurtimizda hayot faqat muammolardan iboratdek kayfiyat paydo qiladi. Natijada nima yuz beradi? Inson qalbida kelajakka ishonch susayadi. Umid kamayadi. Tushkunlik kuchayadi. Tushkunlik esa inson hayotiga bevosita salbiy ko'rsatadigan omildir. Tushkun insonning kayfiyati bo'lmaydi. U ishida ham, oilasida ham, jamiyat orasida ham o'z o'rnini topishga qiynaladi. Uning ko'zida dunyo qorong'u, hayot esa faqat azob uqubatdan iboratdek ko'rinadi. Bunday ruhiy holat na insonning o'ziga, na oilasiga, na jamiyatga foyda keltiradi. Yana bir muhim masala, asossiz va noxolis tanqid xalq bilan davlat o'rtasidagi ishonchni yemiradi. Ishonch susaysa, birdamlik o'rnini parokandalik egallaydi. Bu esa har qanday jamiyat uchun xavflidir. Ha, kamchiliklarimiz bor. Buni inkor etmaymiz. Kamchilik har yerda bor. Har bir mamlakatda, har bir oilada, har bir insonda. Beayb Parvardigor. Kamchiliklarni aytish kerak, to'g'ri aytish kerak. Lekin kamchiliklardan o'z manfaati yo'lida foydalanib, xalqni tushkun kayfiyatga solishga hech kimning haqqi yo'q. Biz yangi O'zbekistonni qanday barpo etamiz? Biz uni pozitiv fikrlaydigan, kelajakka ishonadigan, o'z oilasi, farzandlari, millati va mamlakati ravnaqi uchun xizmat qiladigan vatandoshlar bilan barpo etamiz. Insof bilan aytganda, yangi O'zbekistonni barpo etayotgan ham, ertangi kunini yaratayotgan ham bu aziz xalqimizdir. Davlatning xalqdan boshqa suyanchig'i ham yo'q. Qo'llab-quvvatlovchisi, tayanchi ham xalqning o'zi. Bugun mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar, yangilanishlar, katta maqsadlar yo'lida biz birlashmog'imiz zarur. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev atrofida xalq ham, hukumat ham yakdil, yurt taraqqiyot yo'lida bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilishi zarur. Chunki yangi O'zbekiston bu shunchaki shior emas. Bu mas'uliyat, bu ishonch, bu kelajak. Xulosa shuki, biz yangi O'zbekistonni barpo etar ekanmiz. Uning kelajagiga qat'iy ishonishimiz, xalq va millat sifatida birlashib,
jiddu jahd bilan harakat qilishimiz zarur. Ishonch bilan, iroda bilan, birdamlik bilan. Endi esa yangi O'zbekiston haqida mutaxassislar tomonidan tayyorlangan ilmiy asoslangan xalqaro data analizlar yordamida tayyorlangan rivojlanishimiz dinamikasini e'tiboringizga havola etamiz. Shuningdek, mamlakatimizga o'z oilasi bilan ko'chib kelib, o'z faoliyati bilan shug'ullanayotgan chet el fuqarolarining taassurotlarini tinglaymiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy xabarlarning ko'payishi bilan doimiy axborot oqimi inson psixikasiga informatsion stress keltirmoqda. Buning natijasida xavotir darajasining oshishi va jamiyatga nisbatan ishonchning kamayishi, oxir oqibatda esa agressiya va asabiylikning kuchayishiga zamin yaratilmoqda. Undan tashqari, bugungi kunda qadriyatlarning transformatsiyasini biz kuzatishimiz mumkin bo'ladi. Bu O'zbekistonda an'anaviy va zamonaviy qadriyatlar o'rtasidagi psixologik ziddiyatlarning paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Ya'ni ma'lum ma'noda oilada rollarning o'zgarishi, yoshlarda mustaqillik ehtiyoji, kattalarda esa har doimgidek nazorat tendensiyasi kognitiv dissonansni keltirib chiqarmoqda. Yalpi ichki mahsulotni 20 dan ortiq dunyoda hisoblash usullari mavjud. An'anaviy usulda ishlab chiqarish, daromadlar va xarajatlar usullari mavjud. Bu maxsus platforma barcha usullardagi umumiy ahvolni, tendensiyalarni o'ziga detal sifatida olib, prognozlashtirish quvvatiga ega bo'lganligi uchun dunyoda mana shu data tahlili, ya'ni stata ma'lumotlaridan prognozlashtirishda foydalanishadi. Va prognozlarga ko'ra keyingi 5 yilda, ya'ni yalpi ichki mahsulotimiz 147 milliard dollarni 2025-yil tashkil qilgan bo'lsa, agar ushbu tendensiya shu sur'atlar bilan o'rtacha davom etsa, 2026-yilda yalpi ichki mahsulotimiz qariyb 170 milliard dollarni mana bu yerda ko'ryapsizlar, 169, demak 9, qariyb 170 milliard dollarni tashkil qiladi. Va bu rivojlanish 2031-yilga kelib 289 milliard dollarni o'rtacha. Demak, buni aytishimiz mumkin, qariyb yalpi ichki mahsulotni 300 milliard dollargacha yetkazish imkoni tug'iladi va bu yerda aholi jon boshiga, demak, yalpi ichki mahsulotni hisoblaganda aholi demografiyasini ham kiritadigan bo'lsak, bu yerda yalpi ichki mahsulot rekord darajada, demak, aholi jon boshiga 3844 dollarga yetishi baholanishi asosiy voqealar rivojini keltirib chiqaradi. Demak, umumiy o'sishdagi bir narsani hisobga olish kerakki, bu yerda 2017 dan 2021 gacha atigi o'rtacha 12% ni o'sish tashkil qilgan bo'lsa, 2021-yildan 2026-yilgacha bo'lgan muddatda bu o'sish qariyb 80% ni tashkil qiladi. Va ushbu tendensiyani agar shu tarzda davom etadigan bo'lsa, birinchi tamal tosh tendensiyasi to'g'ri qo'yilgan bo'ladigan bo'lsa deydi bu maxsus programma, ya'ni dasturimiz. Va tendensiya xuddi shu tashqi kreditlar, investitsiyalar, umuman kapitalga qo'yilgan investitsiyalar asosida xuddi shu dasturlar orqali rivojlanib borsa deydi, 2031-yilga kelib biz deydi 300 milliard dollarga yaqin yalpi ichki mahsulotni, demak, ko'rishimiz mumkin bo'ladi degan asosiy xulosalarni berishga imkon yaratib beradi. Assalomu alaykum. Ismim Chiharu Yokoyama. I am from Osaka, Japan. Assalomu alaykum. Ismim Chiharu Yokoyama. Men Yaponiyaning Osaka shahridanman. Hozir Toshkentda 3 va 4 yoshli farzandlarim bilan yashayman. Yaponiya va O'zbekiston o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yuvchi kompaniyani boshqaraman. 16 yoshimda Yangi Zelandiyaga borganman. Bu safar hayotimni butunlay o'zgartirdi. 19 yoshimdan boshlab o'z biznesimni boshladim va Janubiy Koreya hamda Tailandda juda qattiq ishladim. Men 20 dan ortiq mamlakatga sayohat qilganman va doimo katta salohiyatga ega joyni izlab yurganman. 3 yil oldin O'zbekistonga birinchi marta keldim. Bu safarni hech qachon unutmayman. Bu yerda men katta energiyani his qildim. Odamlarning samimiy va halol nigohlarini ko'rdim hamda kelajak sari intilish kuchini sezdim. O'sha paytda ichimdan shunday degan edim: bu mamlakat hali butun dunyoni hayratda qoldiradi. Oradan 6 oy o'tib, oilam bilan bu yerga ko'chib keldim.
Farzandlarimni do'stlarim yo'q bo'lgan yangi mamlakatga olib kelish katta sinov edi. Ammo bu shunchaki hissiyot emas edi. Tadbirkor sifatida bu sokin va puxta o'ylangan qaror edi, chunki men bu mamlakatning kelajagiga ishonardim. Har kuni ko'plab odamlar bilan tanishdim. Shunda bir narsani angladim. O'zbek xalqining ulkan salohiyati va chuqur mehribonligini. Juda ko'p insonlar menga chin yurakdan yordam berdi. Men bu mamlakatdan nihoyatda minnatdorman. Toshkent juda tez o'zgarib bormoqda. Men buni har kuni ko'ryapman. Men ishonamanki, Toshkent kelajakda butun dunyodan iste'dodlar jamlanadigan Markaziy Osiyoning yuragi bo'ladi. Men 3 ta katta o'zgarishni ko'ryapman. Birinchisi, raqamli rivojlanish va an'analar uyg'unligi. Yangi Toshkent zamonaviy Smart City bo'ladi. Shu bilan birga, men mahalla ruhining, oila va qo'shnilar o'rtasidagi iliq munosabatlarning saqlanib qolishini ham juda qadrlayman. Bu jihat yapon ruhiyatiga juda o'xshaydi. Men ishonamanki, Toshkent texnologiya va insoniylik birga yashaydigan namunaviy shaharga aylanadi. Ikkinchisi, global biznes. Sizlarda ajoyib harakat qilish qudrati bor. Yaponiyada esa samimiyat va halollik kuchli. Agar bu ikki fazilat birlashsa, Toshkent dunyoning turli burchaklaridan investorlar kelishni istaydigan markazga aylanadi. Men esa shu jarayonda ko'prik bo'lish uchun shu yerdaman. Uchinchisi, ta'lim. O'zbekiston 2030 strategiyasida ta'lim eng muhim yo'nalishlardan biridir. Men Yaponiyaning ta'lim tajribasini shu yerga olib kelmoqdaman. Nima uchun? Chunki men kelajakda O'zbekiston yoshlari dunyoga yetakchilik qilayotganini ko'ra olaman. Shu davrda bu yerda bo'lish hayotimdagi eng katta boylikdir. Men ko'plab mamlakatlarda ishlaganman va bir narsaga amin bo'lganman. Har qanday mamlakatning eng katta boyligi bu uning insonlaridir. Tabiiy resurslar va iqtisodiyot muhim, ammo oxir-oqibat kelajakni aynan insonlar yaratadi. Insonlar esa boshqa insonlarni tarbiyalaydi va rivojlantiradi. Shuning uchun men ta'limga alohida e'tibor beraman. Men ishonamanki, yaponlarga xos sabr-toqat, intizom, hurmat va axloqiy qadriyatlar sizlarning harakat qilish qudratingiz bilan birlashsa, bu yurtda kelajakning buyuk yetakchilari yetishib chiqadi. Hatto bitta insonning rivojlanishiga yordam berish uchun ham men barcha vaqtim va kuchimni sarflashga tayyorman. Sizlarga shuni aytmoqchiman. Iltimos, o'z imkoniyatlaringizga hech qachon chegaralar qo'ymang. Siz boshqalardan yaxshiroq bo'lishingiz shart emas. Faqat bir qadam tashlang. Sizning shu qadamingiz oilangizni, shahringizni va mamlakatingizni o'zgartirishi mumkin. Dunyo juda tez o'zgaryapti. Shuning uchun biz ko'p o'rganishimiz kerak. Ammo ta'lim faqat bolalar uchun emas. Kattalar ham o'rganishda davom etishi kerak. Mening bobom umrining oxirigacha har kuni ilm o'rgangan. U mening qahramonim. Agar biz o'rganishni to'xtatmasak, rivojlanishda ham to'xtamaymiz. Men sizlarning ishtiyoqingizga ishonaman. Men sizlarning kelajagingizga ishonaman. Mening orzuyim bugun yoki erta uchun emas, u 10 yoki 20 yil keyingi kunlar uchun. Men Toshkentni dunyodagi eng yorqin shaharlardan biri sifatida ko'rishni xohlayman. Men doimo sizlar bilan birga harakat qilaman. Keling, bu yo'lni birgalikda zavq bilan bosib o'taylik va yangi davrni birga yarataylik. Men O'zbekistonni juda yaxshi ko'raman. Katta rahmat. Azizlar, xalqaro mutaxassislar, ularning tahlillari va fikrlari bilan tanishdingiz. Ha, yangi O'zbekistonni barpo etish bu balandparvoz orzu emas, balki har birimizning hayot tarzimizga, rejalarimizga, kelajagimiz uchun dasturul amalga aylanishi kerak bo'lgan yo'l xaritasidir. Hech kim bizga chetdan kelib vatanimizni obod qilib bermaydi. Yangi O'zbekistonni barpo etish faqat va faqat o'z qo'limizdadir. Kelajak avlodga biz har tomonlama taraqqiy etgan, ozod va obod vatanni meros qilib qoldirishimiz, bu yo'lda barchalarimiz kuch, quvvat, g'ayrat va shijoat bilan harakatlanishimiz zarur. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha deb xayrlashamiz. Xayr, omon bo'ling.